tovuqlari bilan yasab keldik akaga. İşlerini ham ko'rsatib olamiz. Va xolos akaga yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Mashina qilib, chiroyli qilib yasab berdik. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol telefon qila olasizlar. Manzilimiz Jizzax viloyati G'allaorol tumani Katta Bitinka yo'lining ustidan. Och. Tosh toptashida oyoqdan tosh turgan ekan. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana bugun Xudo xolasa yana bitta prinsipimizni akalarimizga topshiryapmiz. Bu prinsipimizga kelsak, 1 moslik prinsip bo'ldi. Endi 1.40 razmerda bo'ldi bu. Balandligi 30 voltdan balandligi 1.10 bo'ldi. Orqalariga ham mana noshkalar tushadigan qilib yasadik buni. Bular ham tushadi mana yutayotganda. Shunday turadi. Chiroyli qilib yasadik buni. Qiziqqanlar bo'lsa mana xudo xolasa mana 1.52 280 1 mosli qilib, orqalarini silindr bilan ochiladigan qilib, mashina qilib, chiroyli qilib, akalar aytganday qilib yasab berdik. Orqalariga oyoqlarini ham qo'yib, 1 moslik Nexia'ni baloni qo'yilgan bunga, tentli zanjir, parkop hammasi ulab berdik. Chiroyli qilib mana oldilarda shamol kesadiganlari bilan ilkalari mana bu prinsipga kelsak, bu prinsipimiz 1.70 ga 260 bo'ldi. Zakat razmeri shunday bo'ldi. Balandligi 2 metr bo'ldi. 2 moslik silindrda mana ochiladigan, yopiladigan chiroyli qilib taxladik buni. Tentli bo'ldi. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun Xudo xolasa 23-may. Navbatdagi aravamiz prinsipimiz Toshkent viloyatiga Bekobod tumaniga bo'ldi. Bu aravamiz 9-arava. Bitta mahallaga 9-aravani topshiryapmiz Xudo xolasa. Akamiz bundan bir hafta oldin zakat qilgan edi. Mana tayyor bo'ldi, olib ketyaptilar. Akamiz endi sizga bir tafsilotlarni aytsangiz. Prinsip so'ragan, ko'ngildagidek bo'ldi. Mana bir haftada bitta prinsip aytib oldik. Sizlarga rahmat. Sog' bo'lasiz, yaxshi kunlar. Bu prinsipimizga kelsak, bu 1.30 ga 2.30 prinsip bo'ldi. Tentlari bilan mana taxlab, chiroyli qilib yasab berdik akalarga. Spark balon, 1 tonna 200 ko'taradigan resulla, kalon resulla. Parkopini o'rnatib, tok montaji hammasi ichida qilib taxlab berdik. Bu prinsipimizni 10 millionga berdik. 10 million so'mga har safar so'raydilar, pulini aytmaysiz deb. Mana pulini ham aytamiz, 10 millionga berdik. Hamma narsasi ichida bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Shunday prinsiplar kimga qiziq bo'lsa, telefon qilib bog'lanaverasizlar. Manzilimiz Jizzax viloyati G'allaorol tumanida Katta Bitinka yo'lining ustidamiz. Mana M39 yo'lining ustida. Mashina o'tyapti. Yonimizda Kelderota choyxonasi bor. Zapchas magazin, hamma joy shu yerda. Kelib bitta somsani yeb, prinsipni olib ketaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Kimga shunday prinsiplar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lanaverasizlar.
Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun yana bitta pritsepimizni xudo xolasa Toshkentga topshiryapmiz. Bugun 13-iyun. Razmerda bo'ldi. Spark balon qo'yib berdik. Nivaga taqib, ulab, taxlab, tok montajlarini ham qilib. Mana bu ro'shanni qo'yib berdik bunga. Mana bilka, kuzov nomer hammasi joyida. Mashina qilib, bo'lsa bemalol telefon qilib bog'lanaverasizlar. Chiroyli qilib 15lik balon lastikni zapaska tushadigan qilib, jentran zapaska tushadigan qilib chiroyli qilib taxlab berdik akaga. Kimga shunday pritseplar kerak bo'lsa bemalol telefon qilib bog'lanaverasizlar. Manzilimiz Jizzax viloyati G'allaorol tumanidamiz. Sog' bo'lasizlar. Kimga shunday pritseplar kerak bo'lsa bemalol telefon qilib bog'lanaverasizlar. Manzilimiz Jizzax viloyati G'allaorol tumanidamiz. Aravaning ko'rinishi, tuzilishi, mana bu orqasida mana pol qilib taxlab berdik. Bunga bemalol qo'y, mol ortaveradi endi. Shunga shunday 30 tentli mokro asfalt svetda Nexia'ga zapaska balonlar tushadigan qilib Spark balon qo'yilgan bunga. Akamiz savdogar, bozorda savdo qiladilar. Chiroyli qilib tok montaj park. Buni ko'rishingiz mumkin. Chiroyli qilib tentli qilib mana har doimgidek parkop, zanjir, 1.6 zamok, tok montajlarini ham qilib, hujjatlarini ham qo'llariga berib, kuzov nomer hammasi joyida mana. Chiroyli qilib taxladik bekiga, ko'ngildagidek bo'ldi. 240 spesialniy Nivo uchun tayyorlangan bu. Nivo uchun baland qilib tayyorlangan, balandroq qoladi Nivoning orqasi. Shuning uchun Nivoga moslab chiroyli qilib taxlab berdik mana. Parkoplarni o'rnatib, zanjirlari 1.6 zamok har doimgidek qilib chiroyli qilib taxlab berdik. Hujjatlari hammasi joyida. Tentlari bilan kimga shunday pritseplar kerak bo'lsa bemalol telefon qilib bog'lanaverasizlar. Manzilimiz Jizzax viloyati G'allaorol tumanidamiz. Sog' bo'lasizlar. Layklar ayamaymiz, obuna bo'lib qo'yamiz. Shunday kelsak bu pritsepimiz 1.30 2.30 bo'ldi. Qo'llari listdan spesial mana silinderli qilib, orqasi yon tomoni ochiladigan qilib, tentli qilib taxlab berdik. Mokro asfalt svetda mana bu 1.6 zamok, zanjirlari bilan parkop, tok montaj hamma narsasini chiroyli qilib o'rnatdik. Kuzov nomerlari hammasi joyida mana. Sizga shunday pritseplar kerak bo'lsa bemalol telefon qilib bog'lanaverasizlar. Ko'rishingiz mumkin, chiroyli qilib, moshina qilib. Aka shunday qilib zakaz qildilar. Mana shunday qilib ustasiga dom kolyosniy qilib yasadik buni. Parkop, zamok har doimgidek 1.6 zamoklari bilan chiroyli qilib yasab berdik. Kimga shunday pritseplar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lanaversa, manzilimiz Jizzax viloyati G'allaorol tumanidamiz. Bu bortlarga oyoqlar qo'yiladi, tikka turadi keyin. Hamma narsasi taxt.